olishga milliy boqqa keldik desam so'ras nimaga hozirgi kosmetologlar har baloni olib chiqishyapti va nima uchun hozir xalq shu narsani eshitib qo'yib beryapti shu narsalarga odamlarni o'zi yo'q o'sha nima narsaga qachondan intilyapti beri diyor o'sha kosmetologiya bu reklama asosida yoki bo'lmasam qachondan kosmetologiya bu trendli qanaqangidir muolajalar qachondan kosmetologiya intim ya'ni intim zonalarga tushib ketish bizani ustozlar bilasizmi o'rgatishganda menga aytganlar ustozim qo'lim ushlab sadoqat agar sen yuz bilan ishlasang sen o'sha bo'yindan pastga o'zi tushishga haqqing yo'q ya'ni xuddi nimaga hozirgilar ochiqdan ochiq hop nima uchun qo'yib berishyapti reklama qilish saviya shu darajada o'smayapti bizda nima sabab bo'lyapti bu narsaga spesialniy intim zonalarda ishlash uchun endokrinolog o'zishlar uchun o'zishlar uchun bundaga bormasdan lekin baribir ayollarimiz